Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Muoz ibn Jabal radhiyallohu anhu ni Yamanga elchi qilib yuborayotganlarida u kishiga bir necha nasihat qilganlar. Ana shu so'zlardan biri ittaqi da'vatal mazlumi fa innahu laysa baynahu va baynallohi hijab dedilar. Muoz ibn Jabalga aytayaptilarki, ittaqi da'vatal mazlum, mazlumni duosidan qo'rqin dedilar payg'ambar alayhisalom. Fa innahu laysa baynahu va baynallohi hijab. Chunki ana shu mazlum bilan Alloh taoloning orasida parda yo'q dedilar. Bir insonga azor bersak, bir insonning nohaq haqqini yeb qo'ysak, bir insonga zulm qilsak, dilini og'ritsak, u kim bo'ladi? Mazlum bo'ladi. Mazlum bilan Allohning orasida parda yo'q dedilar. Nima degani? Mazlum nima deb duo qilsa Alloh so'zsiz ijobat qiladi degani. Alloh saqlasin. Shu payt mazlum sizning haqqingizga nima deb duo qiladi? Hech qachon yaxshilikni so'rab duo qilmaydi. Siz azor berib turganingizdan keyin, siz zulm qilib turganingizdan keyin Alloh saqlasin. Mazlum nima deb sizning haqqingizga duoibat qiladigan bo'lsa, Alloh taolo so'zsiz u duoni ijobat qiladi.